Maktabni bitirganimdan keyin esa tibbiyot institutiga o'qishga kirdim. Keyin o'qish bilan bo'lib, singlim bilan ko'p gaplashmay qo'ydim. Meni turmushim hech qachon iziga tushmaydiganga o'xshaydi. Piyonista erim bilan sabr qilib yashaydigan bo'lsam, Kechagida yodimda. Singlim, xolam reanimatsiya eshigi oldida kutib o'tirgandik. Shifokorlar ketishi bilan hamshiralarga iltimos qilib, onamni ko'rgani kirganlarimiz. akajon, sizni ham sog'inib ketdim. Musofir yurtlarda nahotki meni unutgan bo'lsangiz, Akangiz bormi? qayerdan bilasiz? Akangiz ismi Abdurahmonmidi? Singlim. Bilardim akamligingizni. Singlim. Xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, eng avvalo sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'yish kerak.